Сәлем достар, сіздермен бірге осы насихатты оқитын боламыз. Ендеше бастайық. Спицаға 30 петель теріп аламыз. Насихаттың размері 37-38. Сіздер өздеріңіздің размерлеріңізге қарайсыздар. Мен 30 петель тердім. Енді екінші жіпті қосамыз. Төбеде суретте көрініп тұрғандай көк жіпті қосамыз. Екі қатар тоқимыз. Бірінші қатар оң теріс узор бойынша тоқимыз. Екінші тоқып келе жатқанда сол жағынан тоқисыздар ғой, сол кезде оң қылып тоқисыздар. Сол жақтан оң болу керек. Енді нәскиді 3 бөлікке бөлеміз. Екі жаны ортасы. Менде 30 петель, сондықтан 7 ортасына 16 қалдырдым. Тоққан кезде видео көрініп тұр ғой. 7 петель, қосымша петель қосамыз. Бірінші петель іліп аламыз, екінші петель тоқимыз. Үшіншіде қосымша петель қосамыз. Сосын 5 петель тоқимыз. Сосын тағы да қосымша петель іліп аламыз. Сосын ортасын тоқимыз. Ортасына қоспаймыз. 16 петель өзін тоқып шығамыз. Екінші жанына қосамыз. Қосымша петель іліп аламыз. 5 петель тоқимыз. Қосымша петель іліп аламыз. 2 петельді тоқимыз. Енді қосымша петельді тек қана ортасынан қосамыз. Міне тоқып келеміз шетін. Ортаңа жақындағанда маркер болып тұрсаңыздар болады. Маркердің қасына мен жақындадым, қосымша петель қостым. Ортасына қоспаймыз. 16 петельді өзін тоқып шығамыз. Бұл жақта тек қана оң қылып тоқисыздар.
ortasini to'qib bitdim. Endi ikkinchi shetini qo'shimcha pechil qo'shdim. Qo'shimcha pechil qo'shdim. Endi до конца to'qiymiz. Tik o'rtasidan qo'samiz. O'rtasidan yaqindaganda ikki shetini qo'samiz. Bir agret qo'samiz. Chershani to'qib kelganda qo'shmaymiz pechil. Endi oldin to'qiymiz. Uzr qilamiz. Oldin to'qganda ikki janni qoldirib qo'yamiz. Chek oldin to'qib ketaveramiz. Ilib olamiz. Ikki pechil ters to'qiymiz. So'ng 4 pechelni o'ng qilamiz. Ayqastirib to'qiymiz. Ikki pechil olg'a, ikki pechil ortga qilib 4 o'ng to'qsa o'zi uzr chiqadi. Ters jag'idan uzr bo'yicha to'qiymiz. Ya'ni o'ngni o'ng qilib, tersni ters qilib to'qiymiz. Nimasini uzr to'qiymiz. Oldi. Men 6 uzr soldim.
Endi noskiyni mana bitirdim. Qarangizlar. Endi o'zini qisqartamiz. Yana aldi o'slar 4-5 bo'lib qolmau uchun qisqartamiz. Buni kromishni ilib olamiz. Ikki terisni birga olib ters qilib to'g'raymiz. O'ngni 4 to'g'raymiz. Uzr bo'yicha mana 2 yo'nalg'a, 2 ortga ilib olamiz. Endi o'zi 4ga o'ngga to'g'raymiz. To'g'ridik. Endi ikki ters tag'da 2 olamiz, 2 qisqartamiz. Bir pechir olamiz. Ana uzr bo'yicha tag'da to'g'raymiz. 4ga o'ng qilib. Yalnız qisqartib bo'ldik. Endi tavanni to'g'raymiz. U uchun ikki janidan pechir ilib olamiz. Buni ko'rib turibsizlar, ko'rinadi. Shu yerdan mana ilib olamiz. Qancha pechir chiqsa, so'ning barini ilib olamiz. Ilib oldik. Endi buna janidan da solay ilib olamiz. Endi ilib olib bo'lgandan keyin to'g'raymiz endi. O'ng qilib to'g'raymiz.
Endi ko'pchikda ko'zamiz. Suratga ko'rinib turganday bir qator qovurib jirgizamiz. Bundan so'ng birinchi qator o'ngib to'qiymiz. Pastdan so'ngdan keyin ikki janini maskidin barliq yerini ko'pini to'qiymiz. Ikkinchi qatorda o'ng jag'i ters to'g'ri kerak. Shunda bilinib ajami bo'lib turadi menga. To'g'ri bo'ldim menga. Ko'rib turibsizlar, bir qator qovurib jirmiz. Tavan to'g'ri uchun pechel bo'lib olib kerak. Jana men pastda 16 pechel bo'lib oldim. 16 pechelni to'qiyman. Ben o'ng to'qiymiz. To'g'ib ikki janida pechelni qisqartirib o'tiramiz. O'ng joqdan barajadirman. Hozir o'ng joq pechelni o'rtanga bir pechelmen, o'ng joqdan bir pechel yerini olib, biriga olib qisqartamiz. Bir pechel qoldirdim. Endi jandagi bir pechel olaman. Bir pechelni olaman. Yeshigini qo'sib, o'ngib to'qiyman. Ters to'qib kelayotganida so'ngra ters to'qib kelayotib, sol jag'idan ikki pechel olib, ikki janidan o'sha pechel so'ngina yetguncha qisqartirib to'qib o'tiramiz. Shunda
Yatağını to'g'ib bitirdim. Hozir ko'rsataman. Mana osmonga chiqdi. Endi üstüne konusunu to'g'iymiz. Bunu to'g'ib uchun sol yerdan qo'shimcha petel ilib olamiz. Ko'rsataman. Mana ikki jondan ustuna qo'shimcha petel olib to'g'iymiz. İlk jondan da ilib oldim. Endi o'sha ilganda to'g'iyman. O'xshashmay to'g'ib o'taman. Mana o'shadan boshladim. Men o'ng'a bir kelka to'g'iyman. Төмен жоғарыдан жоғары петельге жеткенше тоқимын. To'g'ib bo'ldim. Endi eski bitta endi chavamiz. Birinchisini ilib olamiz, ikkinchisini o'ngib to'g'iymiz. Birinchi petelda ilib chiqamiz. Daha bir petel to'g'iymiz. Birinchi turgan petelda ilib chiqamiz. Осылай petel bitguncha до конца qisqartamiz. Eski tosmini ayaqtatdik. Videonun sonuna görüşmek üzere.